Assalomu hammaga. Bugun sizlar bilan Muhammad ikimiz. Bugun sizlar bilan yangi kelgan narsalarni olamiz. Qadar Brawl Stars tomonidan berilgan qadarliklarni olamiz. Bu yerda normal pistolar bor. Bulardan nima tushunib ko'ramiz. Words aren't always enough. Çok like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlarga qaraganimga anaqa gadjet berdi. İpik, ikkita ipik. Şimdi ipik bo'lganda zo'r bo'ladi. Hatabi. Yana 5 ta qoldi, tursa. Mana tushungan edim. Va yana 3 ta qoldi, 3 dona. Va tugaydi. 3 ta. Suriga. Va ko'p bo'lgan paytda atamniki ketib mana. Va bizga hech narsa tushmadi. Shohidagi like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar va mana shunaqa Brawl Stars tomonidan berilgan padaliklarda sizlarga nima tushdi o'shani kommentariyada yozib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, keyingi videoda ko'rishguncha